Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Nuri daryo bo'yida uzoq o'tirdi. U hozir burunqida hissiyotliq, fikri cho'nqur 19 yoshlardagi yigit. U Qosh daryosining suyidek xatarlik cho'qila, cho'nqur hang tik qo'ram toshlardan sakrab o'tib, hayotning balaliq, go'daklik faslidan ulg'uyib, umid, orzu va g'ayrat, shijoatga eng boy bo'lgan yoshlik fasliga qadam qo'ydi. Uning vujudida yillar aql idroki yetildirdi. Yana hech narsadan qo'rqmaydigan botirlarga xos xislat yetildirdi. U yo'lvasga o'xshash yolg'izdan-yolg'iz cho'l talada uxlay oladi. Uchirg'anli jonga hujum qila oladi. Uni yillar aql bilim bilan mukofotladi. U hozir marksizm, leninizm nazariyalari, tarix, falsafa, adabiyot, estetika va tabiiy fanlarning qonuniyatlarini xeyli mukammal egalladi. U Yan'an, Nanjing, Moskva, Berlin, London, Washington, Tokyo, Rim va Urumchining siyosiy havosi termometri ustida. Dunyoga to'nilgan Stalin, Roosevelt, Churchill, Hitler, Mussolini, Mao Zedong, Jiang Jieshi qatorliq katta shaxslarning siyosiy tashabbuslari va shaxsiy xususiyatlari to'g'risida anglag'uvchilarni hayron qoldirib, necha soatlab so'zlay oladi. Xinjiangda Shinxay inqilobidan keyin bo'lib o'tgan voqealar va uning qatnashuvchilarini bo'lsa 5 qo'ldek biladi. Navada biri To'satullo Temir Sijangni o'ltirgan Majansang Qashqar Ko'nshardan qanchalik boylik akatgan deb so'rab qolsa, u darhalla 10 necha chorak tilla, 10 necha chorak zig'cha oltin, 100 tonna kumush deb javob bera oladi. Yana masalan, Majungning Jimisardagi Shin askarlaridan nechilik ot, nechilik qurol elib olgan desa, u darhalla G'o'janiyaz hojim almoqchi bo'lgan bu qurollar 1860 talmildiq. 2000 tuyoq ot. Bu boyliqni Majungning kechalab odam avatib elib olgan. Uning vaqti 1933-yili 4-oy deb javob bera oladi. Uning tutib berish qobiliyati shunchalik taraqqiy qilgan. Na'nalardan chalibul anglangan naqshlarning tekstlarini shu hamon takrorlaydi. U hozir burunqidek yasinish, kiyinishlarga mo beparvolashib qolgan. Uning kiyib olgani ko'k mata ko'nglik, qelin qora teriki ishdan. Putida nadin topgan ekin Sovet askarlarining bojingarlari bor. Uning aqli bilan belni yana muskullarimi, bo'yimi, kuchimi yetilgan. U bir necha qatim tog'lardan qozoq yigitlar bilan chelishib, natijaga erishib, g'ini aksidan mukofot oldi. U hozir odatda kamdan kam gap qiladi. Uning yo'g'on qora ko'zlari doimiy xiyolchan. Qora burti va qop-qora qishi opsinikidek chiroyli burni bilan moslashib, uni kishining havas keladigan husn jamol egiz qilib yetildirgan. Ko'kraklari kang, beli bayga etining belidek inchga, ko'krak muskullari bo'rtib chiqqan, bo'yi g'ani aksining bo'yi bilan yetib qo'pib keladigan bu yigitga Fatih Muslimovning so'g'uq muomala qilishi hasad kunchilikdan bo'lgan. Chunki uning uyida bu xil yigitlarga ko'z uzmay qarab, lazzat oladigan qiz-jo'kanlardan bir nechasi bor. Nuri daryo qarab o'ltirib uzoq xiyol surdi. Uning quloq tubida xilma-xil ovozlar aylanib yuratdi. Meni qutqizing. Bu zil yiqimliq ovoz Sabixaning. Hissiyotga berilma. Bu qat'iy buyruq Rasulovning. Qiladigan ishing ko'p. Bu Zunun apandining. Qisos ol. Bu g'ani aksining. Balam, jiningni oya. Bu mehribon dadisining. Hech kim qila olmagan ishni sen qil. Bu muxtarichun dadisi. Inqilob qarib pishkamas, aql farosatga muhtoj. Jo'golyang aqli bilan o'lmas shaxs. Bu Jobin nazirining gapi. U kimning gapi quloq selish kerak? Uning badanida yana bir xil yo'shirin takabburlikmi bor? U nimani qilsa, o'z aqlim bilan qilaman deydi. U kishilarga haddidan ziyod mehribonlik qiladi.
Ammo u og'zida demigini bilan hech kimni ko'zga ilmaydi. Ba'zilar uningdan hamma jihatdan ustun ekanligini isbotlagandimi, u men kelgusida uningdan ustun bo'laman deb o'z-o'ziga tasalli beradi. Hatto Jobing Nazir bilan birga kelgan kommunist Stalin Jongshan universitetiga kelganda biz bilan qo'l elishib ko'rishdik deganda, Nuri Stalinga cho'qinadigan hissiyoti to'lib tursimi, ichida Stalinning qo'lini tutib qo'yniga maqtanyotdi. Men orden olaman cho'qim deb o'ziga tasalli bergan. Bu xiyoldan keyin uyaldi, lekin mag'rurligidan rozi bo'ldi. Mana hozir quliq atrofida hardek g'uldab uchib yurgan ovozlardan hech qaysi uning quliqiga kirib, uning ruhiy kuchiga aylana olmadi. Bu Sabihaga Uyg'urga xos psixika bilan qizliq nomusingdan ayrilib, yana hayot yuramsana deb yirgandi. Keyin u yashash kerak, badani bo'lgandi, lekin ruhi pok. Men uning ruhiy azoblariga hamdam bo'la olmasam, qanday odam bo'laman? Bir pok yurakni yesh bo'lmasa, himoya qilishim kerak. Bu mening insoniy burchim deb o'ylagan. Hozir bo'lsa, yo'qab ketdi degan xabar bilan u tunji qatim Abdumarning uyidan qaytgandagidek, ikkinchi qatim o'z uyida quchoqlashgandagidek, uchinchi qatim qiz G'o'lji shahridan onasi bilan ketgandagidek bir yo'shirin ufratqich kuchining zarbasiga uchirmoqda. Uning yuragi ko'kirkiga patmay, butun vujudi g'alaldab titrab, xuddi hammani yer ko'yayotgandek sezilib, jinni qo'ydigan yer topolmay qiynalmoqda edi. "Qayg'urma yigit", dedi biri uning mursiga qo'lni qo'yib. Nuri kayniga qayrildi. Hamid uningga qarab kulimsirab turadi. "Qayg'urma", dedi u qaytalab. "Shangdobanning zulmi uchragan san o'xshash kishilar sanoqsiz. Osiyo Obistay bizga hammani so'zlab berdi. Sening ahvolingni bildik. Biz cho'ngchilarga boshqa turaylik. Sen inqilob yo'liga mengibsan, menmi shu? Dunyoda yashagan ekansan, xalqning barakalloh degidek bir ish qilishing kerak. Biz tatarlarning ahvolini bilasan, sizlardan xor biz. Yahudilarga o'xshash dunyoning hamma yerida sargardon. Bizning xalqimizmi yaxshi kun ko'rishga tashna. Shu tashnalikni qondirish mening orzuyim. Yur, men seni Osiyo Obistayniga boshlab boray. Tarixa degan yana bir qizi bor. Hadisdan eshib tushdi deyshidi cho'nglar. Berib mundishib kelgan Nuri. Hamid uni amaliyotga o'ndadi. U Hamidga agishib avval uyga keldi. Hamid uningga bir yangi chaqmoq ko'ylak bilan shiblit hadiya qildi. Osiyo Obistay nahiya bozoridan xeyli yiroq Turk mahallasidan bir rus tijoratchining hovlisida o'tirdi ekan. Tamoman tan bilan qashadalgan yo'g'on hovlining itlari bakmi qo'rqinchli ekan. Orus bu 7-8 bo'ri it bilan nelqa jangallardan qavan, tulka, tog'lardan kiyik, bug'i ovlaydi ekan. Uning uyining oldiga kangri, sasliq, qarisi, g'oz o'rdaklar odamning mengsini yeb ketgudek g'aqaldishib, gapni gapga qo'shmaydi ekan. Osiyo Obistayni Nuri hadeganda toniy olmadi. Uning sochlari tamoman oqqargan. Chiroyli yuziga cho'nqur qo'riqlar tushib, ko'zlarining cho'ris to'rlashgan. Qapoqlari ko'kargan, lavlari o'mchaygan. Ikki qo'zi xolta bo'lib sangilagan. Uning buningdan bir necha yil burunqi erlarni darhol o'ziga torta oladigan go'zal chiroyidan zodil asar qolmagan edi. U Nurining yuzini yuziga yiqib, bo'qildab yig'lab, "Bir qanot sungan qayrig'ozman. Sabihamdan ayrildim", dedi va Nurining yuzlariga suyib, "Sabiham uchun armonlarga yetolmagan bechora qizim uchun", deb hazo ichib yig'ladi. "Nima tortqiluq bizga? Tatar bo'lgan gunohmi? Dadam erim etildi. O'zim qizim xo'rlandim. Mana endi qizimdan ayrildim. Ikki rus qizi Nurbog'dagi o'rnimizga kelib, yur maktab kopirmiz deb ep chiqib ketgancha qizim qaytib kelmadi. Jinoyatini yo'shirish uchun Shin Chiu deganlar ziyonkashlik uchirganlarni o'ltirib yetadi ekan. Bir yil kutdim, qizimdan derak bo'lmadi. Bechora qizim, ta'laysiz qizim. Seni qo'g'dashga qurbim yetmadi. Seni saqlab qolgudek kuch tepilmadi",
Nurining ko'zlaridan munbat buloqdek suv quyildi. Uning lavlari titrdi-yu, ovozi chiqmadi. Uning mushtumlari o'zligida chin tugildi. U Hamidning mursiga beshini qo'yib, "Bizni mochi bo'zaqa, bechor millatlar, nimishqa boshqalar bizni xohlagancha oyoq osti qila oladi?" dedi varqirab turib. Yig'zar besilgandan keyin Osiya o'z kechirmishlarini so'zlab berdi. Sabiha xetida yozganidek ularni zo'rliq bilan Urumchiga elib berishgan. Nurbog' degan yerdagi büyük baraqson o'ttirsidan o'stan o'tadigan ho'yladagi taxtayliq bir uyga akirib, qizlar o'qiydi. Siz bu uyda turib turing, keyincha ruscha tarjimon bo'lasiz degan. Bir haftadan keyin Sabihani maktabga opirimiz deb elib ketgan. Bir yildan keyin Sabiha go'mush, so'lg'un, xiyolchan holda paydo bo'lgan. Nega bordi, nima qildi desa, u yig'lab turgan. Keyin Osiya ahvolni bilgan. Ular qizni ziyofatga akirgan. Hayroq zo'rlasa ishmagandan keyin mevzu bergan. Qiz uni ishgan va hushidan ketgan. Qiz bir katta mehmonxonada 2 kishilik karavotdan qiyib yalang'och holda hushiga kelgan. Uni maxsus 2 ayol saqlagan. Uning nomidan apsiga harbiy maktabga berdim. 1 yilgacha uyga qaytishga bo'lmaydi ekan deb xat yozishgan. Osiya bir shirkatda tarjimonlik qilgan. Kichik qizi Fariha sestralar maktabiga o'qishga kirgan. Keyin Sabiha ruhiy kasallar doktorxonasiga kirib 3 oy davolangan. Oxirgi qitim qaytib kelganida chiroyli yasinib, to'lib samirib kelgan. Osiya, "Nima qilasan amdi?" deb so'rasa, u "G'aribga qarashga yuzim qolmadi, apa. Sharqqa, Turponga berib muallim bo'laymikin?" deb javob bergan. Ammo shu chaqdami uning yerida bir ayol muhofizatchi bor edi. Bir kuni bir mashina keldi. 3 ayol uni mashina bilan elib ketdi. Shuning bilan Sabihadan derak bo'lmadi. U ketdi. Osiya mo Nurbog'dan haydaldi. U Naliyondagi tatar uyushmasiga bordi. Ular uni ishga o'rinlashtirib qo'ydi. Yarim yilning oldida u uyushmaning yordam bilan Nilq nahiyasiga qaytib keldi. Sababi u qizi to'g'risida Sovet konsuliga, Jobin naziriga ariz yozgan. Shin ariz yozuvchilarni saq qo'ymog'dak degan gapni anglab Urumchidan qochib kelgan. Nuri yuza ahvollarini berdi. Ana qiz uchun nechilik yosh to'kdi, necha kechalarni uyqusiz o'tkazdi. Bular to'g'risida zodila tinmadi. U Qozondan Olmutaga, G'o'ljidan Urumchiga va Urumchidan Nilq nahiyasigacha bo'lgan hayot safarida dard alamdan boshqa hech narsa ko'rmagan. U 2 qizini qatorga qo'shish uchun har qanday xo'rliq, azobga bardoshlik berishga odatlangan ayol. U o'ng'ayliqcha biriga hol aytmaydi. Har qancha yaqin odamlarga mo ko'nglining nozik sirlarini aytmaydigan, sir saqlash odati yetilgan ayol. Mana u Nuriga qarab hech bo'lmagandek kulimsiradi. "Apangga o'xshash chiroyli, dadangdek qomlashgan yigit bo'psan", dedi Hamid. "Lenindek bilimlik, Stalindek eg'ir besa", deb qo'shib qo'ydi. "O'rislarni to'g'rimisan, ilohim?" dedi Osiya hasrat bilan o'xtardi. "Har kim o'z millatiga o'xshasin. Uyg'urlar oq ko'ngil, mehribon, kang qo'rsoq, yaxshi. Yangzingshin, Jinsho'rin deganlar nimalarni qilmadi? Oltin, kumush to'plash uchun xalqqa zulm soldi. Uyg'urlar oshyalang'och qolsin yana g'ing qilmadi. Bularga birmi boshlang'ich maktab echib bermadi. O'zining bolalariga sho'tang echib berdi." Osiya koni hukumat ustidan so'ziga turib edi. Hamid uning gapini bo'lib, "Nuri Sabihani izlab Urumchiga boraman deydi. Sizcha bo'ladimi?" dedi. Osiya, "Xatarlik, burun Urumchi yo'q. Germanlar o'rislar hujum qilib edi, shin o'zgardi. U Sovet odamlariga qo'l selishni boshladi. Yan andin kelgan kompartiya a'zolariga olay qilib turdi. Turmaga kirgan odam sog' chiqolmaydi", dedi. "Nuri xim xatardan qo'rqmayman deydi. Qaramliq qilishga bo'lmaydi. Qaramliqdan kim foydala oladi?" "Qaramliq emas, boturlik qilmoqchi. Men-mo billa boraymikin deyman." "Jobing nazir ishing bo'lsa meni izla degan menga",
dedi Nuri. Shu kishiga yelinib ko'raymikin? Shu kishining kuchi bilan Chiyosning g'o'jidan yo'tkalgan emasmi? Anglasam Shinsay Jonazirdan aymingidek 8-armiya ish bajarish o'rni degan 2 qavatlik bino bor ekan. Nanliyon degan yerda ekan. Shu yerda Jungo partiyasining Chintancho degan bir boshliq bor ekan. Shunda ba uningda qo'rqadi ekan. Jobing Nazir chin degan odamlar aralasa Sabixaning derkini olg'ili bo'larmikin tang? Ular uzoq paranglashdi. Tushga yaqin uyga Parixa kirib keldi. Zilva qo'ng'irchash, oq yuzlik, navlar echilaydigan qizilgul g'unchisidek, ko'zlari yo'g'on, sarg'ush, 2 tal chech to'ng ham uzun, bir jup yetilgan ko'ksi, nepiz ko'k ko'nglikini ko'tirib, o'ynaqlab turgan bir go'zal qiz paydo bo'lganda, Nuri xuddi uning hadisini tunji qatim ko'rgandek ko'zini uzalmay qoldi. Tanidingmi? Bu kim? Nuri akam, dedi qiz ho'ppida qazirib. Adam gapini jiq qiladi. Qiz yerga qaradi. Parixami cho'ng bo'pti. Hadisdek chiroyli qiz bo'pti, dedi Nuri qizdan ko'zini qochirib. Sabiha bo'lgan bo'lsa, qanchalik xush bo'lib ketar edi, ha? Asiyaning ko'ngli yana yerim bo'lib ovozi titradi. Xudoyim endi Parixani saqlasin. Chiroy degan qiz bolaning dushmani ekan qo'sadi. Aholisi 20 mingdan sal-pal ko'proq Koni bozor, Chig'liq mahalla degan Koni mahallалari va Sovetdan qochib kelgan tatar, rus, turklar paydo qilgan Dörbülcin, turk mahalla deydigan to'tli mahallasi, bir qancha ushaq ko'chalar bor bu yurt shahar des shahar, yezi des yeziga o'xshab ketadi. Uning janub va shimol taraflari tog', daryo yaxlab sharqqa meng'iversangiz, Qarag'ay, Samirsin va tog' teriki. Architallardan hosil bo'lgan ajoyib tabiiy to'qayliqlarni, daryo o'tirsida paydo bo'lib qolgan ajoyib go'zal o'rmonlarni ko'rasiz. Tog'lardan daryoga eqib tushayotgan suvlarni bo'ylab janubga mangsangiz, ajoyib chiroyli xo'l sayliqlarni ko'rasiz. U yerlarda yozda malvaran, kiyik, burg'a, orqarlari dumbillar oralli ko'rinadigan cho'plik orasidan o'tlashib, qalin qarag'aylarning soyillarida rohatlanib yetishadi. Qash daryosining bo'yidagi quyuq o'rmonliqlar yenidagi yeshilliklarga oppoq chedir va kigiz uylar tikalgan. Yozning bu oylarida u uylarda huzur halovatdan boshqa narsa yo'q. Anglayotganinglar beli qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Nuri yoz bo'yi yaylaq saylis qilib, qizirib, samirib, ayonlar ko'ziga o't ko'rinadigan bo'lib, Nilq shahriga yana qaytib keldi. U hozir daryoga yaqinla silingan maktabning to'liqsiz sinflariga adabiyot darsi berishga tayinlandi. Rost degandek Fatih Muslimovning gapgan. U mening enim devidi, hukumat uningga alohida yaxshi muomala qildi. Mana u chiroyli kiyinib, tunji qatim budur quyuq chashiri bilan yalang'och bo'lib olib, Hamid bilan ko'ch saylis qilmoqda. Ularga hamma odam zo'qlanib qaramoqda. Oshxonalar chillashmoqda. Pah! Nurining yenidan bir ro'z qizi o'tib edi, uning badani g'o'sh qilib qoldi. Adash, yayloq deganing odamni vahshiy qilib yetadi ekan. Ayol haq ko'zimga o't ko'rinadi. Kechilar zodi uyqum kelmaydi. O'ylanib olamsan ya. Hadi seyli qadak bo'ldi. Singlisi rasta atılibdi. Bola bo'lib kirasan shu. Yo'q, men o'ylanmayman. Sabiha men qarab turgandek, har bir qadamimni nazorat qilayotgandek bilinadi. Men uningga xiyonat qila olmayman. Naq shu chaqda ikki cherik bir qozoq yigitni qo'g'lab tor ko'chadan chiqdi. Yigit oshxona oldidagi bog'liqliq etiga yugurmoqda. Cheriklar qo'llariga tapancha ilib, tfi, zi deyishib yugurishib chiqib kelishmoqda edi. Yigit Nuri bilan Hamidning yenidan o'tib ketib etib, "Putlik etinglar" dedi. Askarlar ularning yeniga kelishiga ikkilisi ikki cherikning putiga putlashyapti. Cheriklar mo'dirib yiqilib o'ri bo'lishiga ikkisining quloq tuviga ikki mushtaydi. Cheriklar o'ngdi tushdi. Ular hushiga kelguncha yiliq qozoq yigit etiga minib tikibatdi. Cheriklar o'rnidan turganda ularni nurg'un odam qo'rshib olgan. Ular kimlarning mushtari tekkanligini anqirolmay hamma odamni tilladi.
lekin qo'rqib dajib saqchi idorasiga qarab ketishdi. Ko'ch saylisi to'limi ko'ngillik. Go'gun vaqti. Kinoxonaning oldi odamlar bilan to'lgan. Gaziri, purchaq, muxurka, qimiz va kavob bilan haroq, bo'za sotqichilar varqirashmoqda. Tinch hayot qandoq ko'ngillik-a? Bo'libmi go'gun vaqtida. Ana, top-top qizlar nadindir kulishib chiqib kelishdi. Ana, ularning cho'risida sho'x yigitlar paydo bo'ldi. Qizlar bilan pichirlashish qandoq ko'ngillik-a? Bo'libmi go'gun vaqtida. Sharqdan keladigan kashki shamol seni huzurlantirdi. Seni hayotdan ko'proq lazzat olishga undaydi. U seni suydi, erkiltidi, erkalaydi. Sen go'yo uning suyganidek bag'ringga qo'l soladi. Bo'libmi go'gun vaqtida. Yoz manzarasi seni shirin xiyollar dengiziga undaydi. Sen jining rohatlanganda eng yaqin odamlaringni eslaysan. Hozir Ziyodun nima qilyapti-dekin? Daralachu. Uni o'maq singlisichu. Nuri ularni ko'rmagili saq 1,5 yil bo'ldi. Ularni xush qilib, yezsiq berib, o'stan bo'ydiki chig'irtmaloqda kigiz parchasini selib, eg'inab yetib qaqoqlashib kulishsa, ha? Bo'libmi go'gun vaqtida. Go'gun bugunning dafn murosimi. Atining to'lg'aqi. Bu qaysi shoirning topgan gaplarikin? Go'gun ulug' quyoshning judolik belgisi, tun hukmronligining elchisi. U sana g'aflat, judolik, lazzat sovg'a qiladi. Sen mushu go'gunning yatnomisini bag'ringga besib, kelachiking to'g'risida shirin tush ko'rasan. Shunda mangu erishalmaydigan shon-sharaf cho'qisiga chiqa olaysan. Yana ba'zida tik cho'qidan salg'a teshidak yiroqlarga uchsan. Go'gun bilan hayotingning bir beti oxirlashib, yangi bir bat subhi uchun zamin tayyorlanadi. Yo'ruqliq qorong'ulikdan to'qiladi. Go'yo sen onaning qorong'u qo'risqidan yo'ruq dunyoga ko'z ochgandek. Shunga go'gunning xosiyatlik, uni hargiz qarg'ama. Bo'libmi go'gun vaqtida. 1942 yilning yanvar oyi to'limi qattiq sovuq bilan boshlandi. Qalin qora eli zaminni bosgan. Yo'llar etilgan. Uylar go'yo yerga cho'kkan. Daryo o'stanlar nalargadir g'oyib bo'lgan. Qarsang attiganlik quyoshning ochiq nuri ko'zimdan yosh oqqizadi. Kang dalaning u yeri bu yerida oralli uchlari ko'rinib qolgan chig'i shivaqlar kun chiqishining ochiq shamili titraydi. Cho'nqur to'g'anlar qani, to'shqanlar qirilib ketarmi? Chil bechoralar nima yer amdi? Xononlardagi saman to'pollarmi yo'q-a? Hamma yeri qilin qor bilan chumkalgan ho'ylisidan tizig'icha qor kechib darvoza oldiga oralli chiqqan Ziyodun kun chiqishiga qarab o'z-o'zidan savollarni so'radi. Lekin uning savollariga hech kim na ko'zni chaqadigan qilin qor, na ko'zdan yosh oqqizadigan shamol, na uning qilin qorda shoxlari egilib, ballari mukchaygan daraxtlar javob bermadi. U ko'rak jo'sining yanglariga qo'llarini tiqib olib, enkining ostidan salpanglarini chetib olgan quloqchining gadirmash yo'nglari bilan bo'lturidan boshlab qo'yayotgan saqli arilish paydo qilgan yirik supurgi ustida birdamdala paydo bo'lgan qora muz mo'naklarini tili bilan yalab qo'ydi. "Nima bo'ldi, ha?" dedi u. Uning kegiz paypoq bilan purim cho'riq kiygan putlari va maylishib ketgan qilin sholvur ichidagi tizlari sirqirmoqda edi. U ho'yli qorini ko'rab bo'lib, birma odam izi tushmagan ko'chaga tunji iz selib mahallaning sirtiga tasdi minib chiqdi. U go'yo mahallasining sirtiga chiqib qarasa, Avral teg'ining sirtidagi milqi nahiyasi ko'rindigandek bo'yinlarini so'zib shu tarafga qaradi. Kun ko'tarilgan yerda oppoq, to'limi cho'ng qor dövisidek Avral teg'ili ko'rindi. Uning o'g'li turayotgan Nilqa degan joy ashu katta qor dövisining nerisida. Ziyodun bu qadamlari bilan bir oydimi u yerga bora olmaydi. Nur Muhammad, jinim saqam, nadisan?
Dadang mağdurdan qoldi. 45 yoshga kirmay turibli mo'kchaydi. U halsiraydi, yutiladi, tarlaydi, titraydi. Bu narsalar nadan paydo bo'ldi? Ig'ir ish, tayoq, turma, yo'qsizchilik paydo qildimi yoki opang bilan inangning o'limi paydo qildimi? Ko'z yashimni biriga ko'rsatmadim, ammo choshirimdagi oq, badandagi sachilikni yo'shira olmadim. Menay desam ot yo'q. Mana endi men ot, sapon so'rigidek o'kuz yo'q. O'zim o'kuz. Etizda qozon beshida xotin bo'lib 4 yilni o'tkazdim. Qizimmi 5 yoshga kirdi. U yuz ko'zini o'zi yuvib, chayni o'zi ishchalaydi. Tizimda o'tirishdan uyuladi. Baro bilan Daro mening kajliqimdan malay bo'ldi. Baro shaharda qo'ruq xizmatchisi. Daro mahallada molchi. Xalqning belig'i o't chechib, bo'g'oz berib ishlayotadi. Anam nima da'vat ekan? Sen ziyak 4 bolamni nima kunga qo'yding? Men oq sut berib, beqib, jinimni yo'gak qilib osirgan. Sen nima qilib etding? Malay degan qandoq yomon haqorat. Sen uni bilamsan deb meni qarg'ayotgandi ha. Yarni soat deydi. Men yo'q deyman. Yar setish, jon setish degan so'z. Yar setish paslik. Dehqon jon qayg'usida. Shu turqida dunyoda yosh to'kayotganlar qancha, qon to'kayotganlar-chi. Bu ishlarni Ziyovuddinning o'g'li Nuri biladi. Mushkunlarda, ya'ni 1942-yil 1-oyning 1-kuni Sovet ittifoqi, Amerika, Angliya qatorliq 26 davlat vakillari Washingtonda Birlashgan Davlatlarning o'rtaq xitobnomasiga imzo qo'yib, o't yolqini ichida qolgan yer sharini qutqizish uchun harakat qilyotdi. Germaniya faşizmi 1941-yili 6-oyning 21-kuni Sovet ittifoqiga Baltiq dengizidan Qora dengizgacha bo'lgan 2000 kilometr uzunlikda necha yuz ming askar, 3700 dan ortiq tanka, 4900 dan ortiq aeroplan bilan tuyuqsiz hujum qilib, to'xtamay ilgirlab, shu yilning 11-oylarida Moskvani qo'rishib olgan. Kiyev shahrining sirtidagi bir cho'ng azgalga 30 necha ming yahudiyni so'lab qirib tashlagan. Necha minglagan puhra xonavayron bo'lib, hamma yerni non faryod qaplagan edi. Ruslar Moskva yerida qattiq jang qilib, dushmanning 168 ming askarini talafotga uchirtib, uni Moskvadan 100-200 kilometr nariga haydab o'tgan. 1942-yili 1-oyning 5-kuni Sovet ittifoqi Oliy qo'mondonlik shtabi 1-oyning 8-kunidan boshlab 9 armiya va Baltiq dengiz floti, Qora dengiz floti, havo armiyasining himoyasida 1.100.000 askar, 7.652 zambarak, 774 tanka, 1000 dona aeroplan bilan Germaniya armiyasiga umumyuzlik hujum boshlashni qaror qilgan. Hazır Moskvaning nersida tex tong atmadi. U yerdimi qor qilin, so'g'uq qattiq, million odamning qo'lida qo'ral, qalbida nafrat, g'azab. Ular Ziyovuddin oila g'amida nola qilganidek dod faryod qilmaydi. Ularning jini olqinada. Ular vatan uchun har qachon o'lishga tayyor. Shu topda Yaponiyaning aeroplanlari, paraxodlari Iroq, Filippin atrofida Amerika aeroplanlari va paraxodlari bilan qattiq so'qishyapti. Jungo zaminida Yaponlar sharq shimoldan sharqqa Jungo, shimoliy Jungolarga o'tib Jungo yezillarida, shaharlarida qirg'inchilik elib beryapti. O't qo'yyapti, g'ojir itdek hammani talayapti. Stalinning ovozi hamma odamning quloqi tuvida. Bu bir top jinidan to'ygan chilbörilar, inson qalbidan chiqqan yirtqichlar nomussizlik bilan ulug' rus millatini yo'qitimiz. Pelxanov va Lenin, Belniskiy va Chernishevskiy, Pushkin va Tolstoy, Gelnikov va Chaykovskiy, Gorkiy va Chexov, Chechenov va Pavlov, Repin va Surikov, Suvorov va Kutuzovlarning miltiqini yo'qitimiz deb jar solmoqda. Yer shari
4 cho'ng o'xyan 6 qit'ada urush vahimasi. Har yili 10 milliondan ko'p, oyda million, kunda 300 necha ming odam yer yuzidan yo'qolmoqda. Mana bu bugungi dunyo. Nuriy xitida bu gaplarni yezib oxirida, "Dada, men hozir cho'ng bo'ldim. Seningli balang emasman. Xalqning balasiman." Shinsay Gitlerga, Yaponlarga agishib g'aljirlashdi. U hozir oltibek siyosatini ancha varqiramaydigan bo'ldi. U har kuni minglab odamni turmaga tashlamoqda, o'ldirmoqda. Sovet ittifoqining yan'andan kelgan Jungo kompartiyasining odamlarini hozir hadab yo'shirinchi qo'lga olmoqda. U bir chil bo'ri. Uni yo'qotmasa qandoqmi xalqning o'g'li bo'la olmayman deb yozgan edi. Uning xetini bara hozir og'riqchan bo'lib qolgan Muxtarbayga Ziyovuddinga o'qib berib edi. Muxtarbay tizlariga urib, "O'g'il bola, u endi boshqani qo'yib, marganlikni o'rgansa bo'ladi. Xo'ja Niyoz hojidek margan bo'lmasa bo'lmaydi. Uningga bir nutq qilib beraylik", dedi. Lekin dada bo'lgan odam bola qandoq chidaydi? Bir yildan oshdi u bolasini ko'ra olmadi. Bolasi nada nima qilib yurdi? Uning o'g'limi avu cho'ng qarduvsida ko'rinadigan Avralning nerisida G'ani, Fatih, Akbarlar bilan birlashib chegaraga yung tera ot qo'y yo'tkab qurolga tegishib tog'liqlarni qurollantirayotgandek. Bu gapni kim topdikin? Abdumarim begi To'nigulla askari boshlab kelib uning derikini qildi. "Shingdobanga qarshi odamlarni", dedi u jamoatni masjidga yig'ib. Yo'g'on tulki tomoq qora tashliq sansanju bilan kishilarga surilib ko'rinishga tirishib, qamchisini pulangitib so'zlab. "Tutib berib yo'qotmasak, yur tinjimaydi." Yo'qotmasak degan so'zni anglab Ziyovuddin cho'chib ketdi. Kichik o'g'lini atdi. Endi cho'ngini yo'qotqudakmi? Yo'q. Ziyovuddin har qancha o'larman bo'lsa-mu, bu o'g'li uchun jinini tikib elisha olmaydi. Yo'qotishga to'g'ri kelsa, buni sansanju ichidagi qo'mayni yo'qotish kerak. U xalqqa baloyi ofatdan boshqani tilamaydi. Nurichu, u xalqim yaxshi kun ko'rsin degandan boshqani o'ylamaydi. Yomonni yo'qotmay yaxshini yo'qotsa, bu dunyoda haqiqatning uvuqimi qolmagan bo'lmamdi. Muxtarbay jo'siga yo'gilib, qopqini turib indamay o'tirdi. Abdumarim begining kichik xotini bilan bo'lgan ish tasdi jimaqdi. Odamlar ko'proq Muxtarbayni jimladi. Navrilari inak taqashgan, yurt kattasi bo'laman deb yangimaylab yurgan odam xalqning tunikidan sanglab yursa qandoq bo'ladi? Sat emasmi? deydi jamoat. Muxtarbayning xotini shuncha diqsirgan bo'lsa, mahalladami jiqtig'u g'ingpin qilmaydiganlari deb sesiq gap qildi. Tikilib qaramaydigan cho'ng kelini bolasini arkilatgan bo'lib, jiq xotin olasana saqam deb Muxtarbayga anglatib turib dartmaladi. Cho'ng o'g'li har qancha galvon bo'lsa-mu, harva ketayotganda chapdari ot sho'tig'im kirmaydi. To'shing bilan urib, "Senmo ayg'irlik qilib xalqning eg'iliga chapay demsan, ko'tarilma", dedi. Hamma odam ta'na qilayotgandek, ballarmo mazoq qilayotgandek bilindi uningga. U bir hafta uydan chiqmadi. Birdilla 5 vaqt namozda boshib elib, imomning yenida yukinib o'tiradigan bo'lib mana hozir yarim yil bo'lib qoldi. Uning mijozimi o'zgardi. Gipi oz muloyim bo'lib qoldi. Navada taranchilarning kattaveshi mutaali xalpitim Abdumarimning begiga bandi degan yengiladi. To'g'ri qilsila bo'ldi. Sizdek to'g'ri qilmaydiganlar jazolanish kerak deb ming begining arzini qaytirib etmagan bo'lsa, Abdumarimning begi Muxtarbayni jazolatmoqchi edi. O kunlarda imom, mira qozilarmi adab ketishgan edi. "Islom shariatida bu zinoxorlar chalmi-kesak qilinadi", dedi imom bir nazarda mushchib o'ltirib elib. "Zinoxor, xiyonatchi, chiqimchi, g'aybatxo'r yaloqchining yotar yeri dovzoq. Hozaran imoma xonim, sili bilan meningmi ayol suratlik shayton ozdirsa, bu gapni damdila", dedi Miraqozi imomning yig'irig'i tegib. "G'olcha, suxanchi" dedilar. "Qozoran Abdumarmi yuqordan yo'lab yana mingbiga qilib qo'ymagan bo'lsa, sizlar chiqimchi, xiyonatchi, g'olcha deb kimni ko'rsatgan bo'lar edilar?
Sili gap burmalash usta, ilipdek gap sizning og'izlarga kirsila to'qinoq bo'lib chiqadi. Qazaran shu ilip silining og'izlarga kirib qolsa birdamdili ivib ketadi. Bu gapning go'shirin ma'nisiga jamoat choylarini purqishib kulishdi. Mana yodiga yetib edi, Ziyoddin qahrtonda turibmi miyqida kulib qo'ydi. Yo'q, mening balamni yo'qolmaysan. U hozir xalqning bolasi. Uni necha yuz ming odam qo'g'dayotdi. Balangning nadiligini bilamsan, Ziyak? Bilaman ming begi. Nada? Yer yuzida ming begi. Nada da'votaman. Siz nani bilmasangiz u shu yerda. Chaq qilma Ziyak baxshi. Nadiligini bilsam yeniga berib olmay, axlat bo'lib ko'zingizga kirib olatdimmi? Sen nima demoqchi? Dünya uzun, g'ani o'g'irtek hayot. U sizning ko'zligingizni yaxshi biladi, jumo. Bu qaytim kelsa, hodikingizni so'rmaydi, o'zingizni so'rab mangidi. Sen meni qo'rqitman damsana? Shingdobanning qancha ming askari bor bilamsan? Shuni g'ojini yozga soling, sabit damollani. Birdan joylagan doban. Sening ahmaq qoshliqingni joylay olmamda. Az qoldi, ko'rsan. Balangning kallasi sipar o'g'rining kallasidek cho'ng yo'lga xodaga sanjilib necha yil sazoyi bo'lib yurmusun yana. Xudoyim kimni jazolashni o'zi biladi. Sen bir oygacha balangning derkini bermasang, balangning o'rnida turma deyapsan. Hozirlab ketgin, turma bu yerdan yaxshi mingbegi. Tirkishish oxiri mingbegining og'zini buzib tilishi bilan oxirlashdi. Muxtarbay lamjim demay jim o'tirdi. Oqshom uning nutq elib bersak bo'ladigan degani nimasi, ha? Mahfusanning askarlariga ot boqar bo'lganda u nutq etishni o'rgangan ekan. U endi gap emas, nutq ishlaydi demoqchimi? Ziyoddin bolasini o'ylab kechich uxlay olmadi. Shivirg'an uning qaddiga qaragan panjarasini teshib atdi. O'g'zidagi bedi cho'plarni beg'idagi eriq tiqib, qor bilan ko'mib do'ng yasadi. Buni so'g'uq suv Shivirg'anning g'azibi. Shivirg'an nilqidan bo'lganmaydi. Nurining kiyimlari qandaqkin? U hozirmi kitob bilan bo'lib, putiga qalin paytini o'rashni unutib qolib yuramdikin. U atganligi quruq non bilan so'g'uq suv ichib nashti qiladigan. Buni qattiq so'g'uqda u qiliqi qamlashmaydi-da. Ziyoddin sharqqa qarab uzoq turdi. Uning saqili bilan quloqchi salpingidan paydo bo'lgan supurgisi bir parcha muzga aylandi. Uning ko'zlari to'nglamadi, balki manzi ko'ydi. Putlari kuyishdi, shillis qo'rildi. U qanchalik turdikin, sharqqa qarasa qarag'is kelib, zodir yong'is kelmadi. Jinim bola, seni hili qiburga cho'chin qasab turadigan sesqizay o'ylagi solab urib qiynamo, ha? U ko'z yoshlarini boshqara olmadi. Uning lavlari titrab, vujudi silkindi. Ko'kragi chimildab besh qaydi. U xuddi qaytib qolgandek avral qarab mushchib turadi. Ziyak! dedi Muxtarbay qarigir eti bilan uning yeniga kelib. Nuri hozir cho'ng yigit, g'ani uni saqlayotdi. Qo'zini yo'lva saqlavasi bo'ri yeb ketdi deb asirgining nimasi? Men Qashqamong'da Qashta g'anining akallari Azam degan tog'si bor. Ular Nilqiga doim berib turadi. Bir derkinib kelay. Men no boraymi-ya? dedi Ziyoddin qarindoshligini yetkazayotgan Muxtarbaydan rozi bo'lib. Qarigirni chani qo'ysaq deyman, ha? O'z qo'liqing bilan anglay demsan, bo'pti. Yur, chani bilan borayli. Qadimiy mahalla ona yurt ularga to'limi o'z. Ular har bir uy, har bir bog', uy cho'nqur va tog'u toshning o'juri bujurlargacha biladi. Mana hozir cheksiz etizlar yiroqlardan qor bilan chumkilib, suz qora bo'z bo'lib ko'rinadigan mahallalar ularga saharlik salami bilan yaqinchilik bildirmoqda. Saqi yuzi, Tahir yuzi, Borchi,
Aqtam Qash daryosining nerisida Sami yuzi, Turdi yuzi, Avoq yuzi, Baxtiyor yuzi, Ashraf yuzi, Ziyek bu yerlarning qaysi mahallisida baxshilarning kayni kirib dab chalmadi. Muxtar baychu to'y to'kin nazar chiroqlarga qarigir etini o'ynatib berib, qo'pol hozir javob chaqchaqlari bilan har qandoqini sallab turib nimalarni demadi. Mana ular biri atda, biri chanada. Juvonlarga o'rilib o'ltirib elib, yo'lsiz ketib bormoqda. Ular nadi yo'lba, nadi yo'qligini ko'zlariga tengib qo'ysimi deb bera oladigan sinchilar. Ular shundaq mengib tugman beshi, ko'zlang yangi mahala Ko'sun bo'yi yezillardan o'tib Tahir yuzining bosh tarafiga yetib kelishdi. Oldi taraf cheksiz sasliq, qora suvlardan ho'r ko'tarilmoqda. Boshqa yerlar qora ostida uyquda. Ular manga tushga yaqin et tarlab o'zlari qirovga melinib, Qash daryosining ustidan o'tib, neriqi qatqa do'nga yamashdi. Bu yerga kelganda qarigir mangolmay qoldi. Bundan 9 yil burun Qiran vaqtida Tungan askari boshlig'ini dumbisiga elib, muz davondan eshib, tahil makonni kezib, Xotangacha borgan. U yerdan egisini elib, Donxuan, Qomol degan yerlarni aylanib, 3 yil yo'l mengib mahallasiga qaytib kelgan qarigir mana tunji qitim ishga yana qarab, burunlari ko'pkan hamma yeri muz, qiro'g'i melangan holda egisiga yelinib qaramoqda. Uning odam ko'tirgidek, chana so'rigidek holi qolmagan o'xshaydi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atga anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.